Assalomu alaykum. Hurmatli Nuqat Xabarchilar kanaliga qatnashchilar, bugun biz sizlarga tovuq bozoridan olib beramiz. 2022-yildan 14-avgustda Nuqat tovuq bozoriga keldik. Az tovuqlarni olib beramiz sizlarga. Nechta tovuqlar olsak. Assalomu alaykum. Tovuqlar qancha ekan aka? Ha? Yo, sen toplan tovuqlar topdingmi? Qancha tovuqlar? Ha? Tovuqlar O. 800 kam bor. 800 kam bor, ha? Unutuvata? Mana tovuqlar qancha ekan? Chegasi yo'q bu. Az bu. Qora tovuqlar necha puldan berdi? 800 kam bor. Tovuqlar qanchadan ekan? Ha? O, doktorga taqib qo'ygan. Bol tovuq to'tamasi chekida ketdi. Qanchadan ekan tovuqlar aka? Tovuqlar keldik. Assalomu alaykum. Tovuq qancha ekan aka? Tovuq. Sizniki? Ha, katta kichigiga qarab. Kattasi qanchadan? Kattasi 600 so'm. Tuxum ha? Ha, tuxum aka. Allah razı olsun. Tuxum tovuqlar ekan. Nima bor? Tamam, tovuqlar qanchadan? Tovuqlar arzon bo'lmayotadi. Yaxshi. Rozlar azmoq qimmat. O, qozlar ishda qimmatroq. O. Tovuqlar qancha ekan? Oq tovuqlar qancha ekan oq tovuqlar? 700. Kamecha? 700 net tovuqlar. Çok ekan. Mana tovuqlar qancha ekan? Qora tovuqlar. Egeç yo'q ekan, ha? Egeç yo'q tovuqlar ko'p ekan. Mana qo'ysa to'g'ri. Nuqat qolishing o'tir. Tovuqlar qancha ekan? Komplekt. Kimniki? Xoroz bir jardan. Yo'q, qo'lni. Komplekt. Birden ekkanlar. Qo'shdi 6-7 ming ekan, ha? Yaxshi 6-7 ming bo'lsa yaxshi ekan. 6-7 ming. No'qat ne dedi? No'qat qolishing o'tirdi cho'qmas. Qo'riz qanchada o'tasan uka? Qo'riz qanchada o'tasan? Fikrini maqtaryapsa. Yo'q, bozor yo'q. To'q qo'riz qancha ekan uka? Ha? Qo'riz qanchada o'tasan? 1800. Mana jo'q qo'riz ekan, sen jo'q. Mana qo'riz qancha ekan? 1800 kamicha? 1600. Qancha kilo yetib qoladi? Qancha kilo yetib qoladi? 5-6 kilo sog'ar ekan. Tovuqlar qancha ekan? Endi nimalar o'rdaklar? Ha? O'rdaklar qancha ekan? 150 so'm. Qancha? Fotoğraf açar. Qancha ekan bu? 200'den kam bu. Bittasi 800 so'm. Bittasi 800 so'm, he? Kam bu. Kam bormi? Bu inkvator bu. Bu çatırgandan mı? Çatırgan, çatırgan. Çözülüyor ekan, çözülüyor qancha ekan? Bödene. Ha? Qancha kaptalar? Bedene. Qanchadan bo'tinlar? 120 dan josh bo'tinlar ekan. 120 dan qo'shsangiz bo'ladi. Bu katta bo'tinlar kattadir. Sol. Qancha ekan buni doktor? Ha? Doktor. Kimniki? Qancha o'rdak? Bakirak. 250 kamecha? Kamba.
Güzellikten falan var ekan. Yaxshi, yaxshi. Güzellikten falan var ekan. Bu yerda tovuq turadi, tovuq tortamiz. Ha? Tovuqlar qancha ekan tovuqlar? İnkübatör hoca paroda. Yo'q, inkübatör tovuqlar ekan. Bular ekan. Qanchalik cho'zilar? 2 oylik cho'zilar ekan buni. No'qatlar? No'qatda cho'zilar chiqibdir. Olsanlar ekan, 2 oylik ekan. Ha? No'qat qovar 24. No'qat qovar 24 dan. Qancha bular? Ha? Sizlar tortib, tovuqlarni tortib, sizlar tortib, tovuqlar tortib men. Tovuqlarni tortib, sizlar tortib endi. Qancha tovuqlar? Hurmat qo'ysanglar pulini. 150 ha? Yaxshi tovuqlar. Tovuqlar kiribdi. Bugün şunun tovuq pazar jildiqdayız. Sağ salamat olunguzlar, ko'rishguncha tinch bo'lingizlar. Alloh omonatsa, mana joyda cho'chilar bor ekan, cho'chilarni ko'rib qo'ysak, aman jildiq qilsak yaxshi bo'lmoq. Qoch turlar chukalarmi? Assalomu alaykum, qancha ekan cho'chilar? 70 so'mdan 100 so'm o'chi. Katta kishini. O'rdaklar ekan-da? O'rdaklar bitta tovuq bor ekan. Adresingiz qayerda ekan? Adres Turkiya. Turkiya. Kaysi bor? Garantiya bor, ha? Garantiya bor. To'q. 20 kilometr. Ha, yaxshi. Mobilingizni berib qo'yasizmi? Ayting. 507 507 bilan 01 01 69 69 75. 75. Shu nomerga qo'yinglar, sotasiz. Quvvat. Quvvat aka qo'yinglar, shu nomerga qo'yinglar. Yaxshi. Adresi Turkiya shahri, Turkiya shahrining o'zida ekan. Turkiya shahrining o'zida, ha? Turkiya shahrining o'zida bo'lsangiz, to'g'ri, quvvat desangiz, jon tumanki nomerga qo'ysangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Shuningdek, bugungi jintdayız. Sog' salomat bo'lingizlar, ko'rishguncha tinch bo'lingizlar. Alloh nasib buyurib qolsa, daha chiqarishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.